ABC Eron raketasi tomonidan deyarli urib tushirilishiga oz qolgan AQShning F-18 qiruvchi samolyoti aks etgan videoni e'lon qildi. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, hodisa Chobahor shahri atrofida sodir bo'lgan. Eronning yadro dasturiga zarbalar. AQSh va Isroil Eronning strategik obyektlarga bir qator zarbalar berdi. Jumladan, Xondab hududidagi majmua, uran konstruksiyasini ishlab chiqarish zavodi hamda Arakdagi og'ir suv ishlab chiqarish zavodi nishonga olindi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi yanada keskin javob berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Bu safar javob odatdagidek bo'lmaydi. Kuting deya bayonot berdi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi. Eron amalda bo'g'ozni bloklashni davom ettirmoqda. Hatto Xitoyga tegishli yirik konteyner kemalari ham ortga qaytarildi. AQSh mashrutni himoya qilish bo'yicha koalitsiyaga qo'shilishga tayyorligini bildirdi. Biroq tashabbusni ittifoqchilarga yukladi. Eronning Handala hakkerlar guruhi FQB direktorining shaxsiy elektron pochtasini buzib, uning fotosuratlari va hujjatlarini ochiq tarqatdi. Hujum fakti AQSh rasmiylari tomonidan tasdiqlandi. Urush boshlanganidan buyon AQSh va Isroil bilan hamkorlikda ayblangan 100 dan ortiq shaxs qo'lga olingan. Muhim obyektlar koordinatalarini uzatish, qo'poruvchilik harakatlarini rejalashtirish, vaziyatni beqarorlashtirishga urinishlar qayd etilgan. Isroilga kasetali jangovar kallaklarga ega Eron ballistik raketalari hujum qildi. Temir gumbaz tahdidni bartaraf eta olmadi. Xotam Al-Anbiyo markaziy qo'mondonligi matbuot kotibi: Bu urushdagi amaliyotlarimiz ko'lami va o'zga xos taktikalarimiz siz hatto hayolingizga keltirmaydigan darajada Eron hali ham kutilmagan va oshkor etilmagan urush taktikalarini zaxirada saqlab turibdi, dedi Xotam Al-Anbiyo markaziy qo'mondonligi matbuot kotibi. Eron Birlashgan Arab Amirliklaridagi AQSh armiyasi boshpanalariga zarbalar berdi. Xotam Al-Anbiyo harbiy qo'mondonligi markaziy shtabi rasmiy vakili Ibrohim Zulfiqoriyning aytishicha, birinchi boshpanada 400 dan ortiq, ikkinchisida esa 100 dan ortiq amerikalik harbiylar yashiringan. Tehron Birlashgan Arab Amirliklari Eronga qarshi AQSh-Isroil urushida faol rol o'ynayapti va Eronga har qanday quruqlikdagi bosqinchilik, Birlashgan Arab Amirliklari hukumati nishonlariga keng ko'lamli hujumlarga olib kelishi mumkin deb hisoblaydi. Bu haqida ikki yuqori martabali Eron manbasiga tayanib, tegishli nashrlar xabar bermoqda. Bahrayn 24 soat ichida 20 ta raketa va 23 ta dronni tutib oldi. Bu urushning eng og'ir hujumlaridan biri bo'ldi. Eronning 1 milliondan ortiq zaxiradagi askari safarbar qilindi. Ular AQShning quruqlik orqali bostirib kirishiga tayyor turishi kerak. Eron ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, rasmiylar shuningdek Basij harbiylashtirilgan bo'linmalari, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi va muntazam armiyaga jangovar harakatlarda ishtirok etish uchun qo'shilishni istagan yoshlarning ommaviy arizalarini qayd etmoqda. Eron qurolli kuchlarining soni muntazam armiya va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ham qo'shib hisoblanganda taxminan 610-810 ming harbiy xizmatchiga teng. Trumpning arab hukmdorlariga munosabatiga e'tibor qaratishmoqda. U mening orqamdan o'pishni xayolga ham keltirmagan edi, chindan ham o'ylamagandi. Endi esa u men bilan muloyim gaplashishga majbur. Uning muloyim bo'lgani yaxshiroq. U shunchaki shunday bo'lishga majbur, deydi AQSh prezidenti. Qo'shma Shtatlarning F-16 harbiy samolyoti Eron osmonida shikastlanib, Saudiya Arabistonidagi bazaga favqulodda qo'nishni amalga oshirdi. AQSh markaziy qo'mondonligi: AQSh hozircha Eronga qarshi quruqlikdagi operatsiyani rejalashtirmayapti. Bloomberg agentlik manbalariga ko'ra, Trump o'z fikrini o'zgartirishi va Tehronga bostirib kirish haqidagi buyruqni berishi ham mumkin. MC Now telekanalining ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar va Isroilning Eronga qarshi operatsiyasi Donald Trampda zerikish uyg'ota boshlagan va u boshqa masalalarga o'tishni xohlamoqda.
Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Eron Bahrayndagi sanoat obyektlariga hujum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujum Bahrayn davlat neft va gaz kompaniyasi bilan bog'liq neft obyektiga qaratilgan. U yerda yong'in sodir bo'lmoqda. Amerikaning Eronga qarshi harbiy kampaniyasi xarajatlari deyarli 33,5 milliard dollarga yetdi va har soniyada o'sishda davom etmoqda. AQSh harbiy kemalaridan biri Eron tomonidan bir vaqtning o'zida 17 yo'nalishdan hujumga uchradi. Donald Trump AQSh prezidenti kemaning nomini ochiqlamadi, ammo bu dunyodagi eng katta aviatashuvchi ekanini bildirdi. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, bu kema Gerald Ford aviatashuvchisi bo'lib, yaqinda unda yong'in sodir bo'lgandi. Shu bilan birga AQSh markaziy qo'mondonligi bu hodisa hujum bilan bog'liq emasligini ta'kidlagandi.